Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti məsulları Avropa səfərini davamlaşdırıb Belgiyaga keldi. Belgiyadagi mustaqillikni hayat nishoni deb qaraydigan yoshlar va Şərq Türkistan yoshlar qurultayining Belgiya sho'basidagi yoshlar kutib oldi. Hökumət məsulları Belgiyadagi yoshlar bilan birga jam bo'lgan so'rinda yoshlar Şərq Türkistan məsullarından növbətdəki məsələlər, sürgündə hökumətə əlaqədar məsələlər haqqında suallarını sordu. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Cumhur Rəisi Qulam Osman Yağma əpəndi yaşlarının suallarına cavab verdi. Suallardan biri təşkilat bilan hökumətinin fərqi haqqında olub, cavabdan keyin yaşlar məsələnin aydınlaşqanlığını bildirdi. Yana bir sual saylam haqqında oldu. Atalmış xalq saylımı deganni təşəbbüs qılayotganlarning bir uchun buzg'unchi, tafriqchi Xitoy ayg'oqchilari haqida mulohazalar elib berildi. Chunki bu g'alati tashabbusning foillari to'liq mujmal shaxslar ekanligi haqida so'zlandi. Qilchimi milliy g'ururi bo'lmagan kesimlarning millatga ko'yinib bir ish qilishining mumkinsizligi birdek qabul ko'rgan qarash edi. Undan boshqa hukumatning o'tgan 4 yildagi xizmatlari haqida Salih Xudoyor tafsiliy ma'lumot berdi. Buraya tamam iştirakçılardan ırkçı kırgınçılık meselemiz daim takip ediliyor. Yani itiraf kılışım gerek. Bunu itiraf kılmışsan bu ırkçı kırgınçılıkla itiraf kıldığımızda bizimki stratejiyasımız hem de başlama kanunu çıkarıyorsak hükümetinki, garip hükümetlerinki Nima ish qilish haqida tavsiyalar so'ralganda Cumhur Raisi ularga mayli yoshlar qurultiyi a'zolari bo'lsin, sürgünde hükümet millet vekilleri bolsun, yoki boshqa tashkilotsiz yoshlar bolsun, bu yerga to'plangan yoshlarning muhim bir o'rtaqligi bo'lgan mustaqillikni hayot nishoni qilganlik o'rtaqlik asosida birlikda faoliyat qilish, mo'rini mo'riga tirab harakat qilishni tavsiya qildi. Qarindoshlar birdek Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasining texmo mustahkamlanganligini, Sharq Turkiston sürgünde hukumatining xizmatiga moslashib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kuchining yetishda xizmat qilganligini bildirishdi. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanoylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanoylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosli masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmanlaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.